Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 7-oyning 27-kuni seshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndəki qıtanglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotidan bo'lsin. 25 iyul Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilgan Amerika-Xitoy yuqori darajalik diplomatlarining suhbatida Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari masalasi kun tartibga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, suhbatda Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Vendi Sherman Amerikaning bu masalasidagi andishalarini ifodalagan. Vendi Sherman xonim 25 iyul Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Shi Feng va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbat o'tkazgan. Bu Amerika-Xitoy oliy darajalik diplomatlarining bu yil 3-oyda Alyaskada o'tkazilgan suhbatidan keyin ikkinchi qitim uchrashuvi bo'lib hisoblanadi. Washington pochtasi gazetining xabar qilishicha, dushanba kunidagi 100 tarani suhbat Alyaskadagi suhbatda keskin bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq taraflar o'rtasidagi keskin ixtilof namoyon bo'lgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price Vendi Shermanning suhbatda kishilik huquq, jumladan Hong Kong, Tibet va Xinjiangda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyatlarga bo'lgan andisini o'ttirg'a qo'yganligini bildirgan. Uning aytishicha, Sherman yana axborot erkinligi, Xitoyning to'rdagi harakati, uning Tayvan, Sharqiy va Janubiy dengizdagi harakatini o'ttirg'a qo'ygan, shundaqla Xitoyda tutib turilayotgan Amerika, Kanada fuqarolarining masalasi va koronavirusning kelish manbasini tekshirishni rad qilishiga bo'lgan andishalarini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy taraf Xitoy Kompartiya a'zolari va ularning oila taobatlariga qaratilgan viza cheklamasini bekor qilishi, Xitoy rahbarlari, hukumat amaldorlari va apparatlarga qaratilgan embargoni qoldirish, Xitoy o'quvchilariga viza cheklamasini bekor qilishini o'z ichiga olgan uzun bir tizimlik bergan. Bu qitimqi suhbat qatballiq ichida natijasiz oxirlashgandan keyin 26-iyul kuni Birlashma agentlik Vendi Sherman xonim bilan telefon ziyorati o'tkazgan. Ziyoratda Sherman xonim yana bir qitim Amerika hukumatining erkin va adil bo'lgan raqobatga tayyor ekanligini, o'zlarining bu masalani to'qinishga aylantirish niyatida emasligini ta'kidlagan. Ammo uning bildirishicha, bu qitimqi suhbatda ikki taraf o'rtasida umid qilingan musobaga yetkili bo'ladigan bir qadam ilishning imkoniyati mavjud bo'lmagan. Shundaqla Xitoy hukumatining Uyg'ur qirg'inchiligi masalasini bizning ishki ishlarimizga aralashganlik deb ayblashini tanqidlab, biz Xitoy tarafni kishilik huquqning ishki masalasi emas, balki Xitoy tarafmi imzo qo'ygan dunyoviy masala ekanligini tushansgan deb o'ylagan edik. Afsus, ishlar undoq bo'lmadi degan. Shuningdek, Joe Biden bilan Shi Jinpingning yaqin kelgusida uchrashishi to'g'risida hech qanday muzokara bo'lmaganligini ta'kidlagan. Muhofizatchi gazetining 26-iyuldagi xabarda aytilishicha, suhbatdan keyin Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy hukumati kontrolidagi Sumurug televiziyasining ziyoratini qabul qilgan. Ziyoratda u Amerika tarafni o'zini okchaqlab, boshqalarga besim ishlatdi degan. Shuningdek, Amerika boshqa davlatlarga barobar muomala qilishni o'rganmagan bo'lsa, bizning xalqaro jamoat bilan birlikda Amerikaga buni o'gitib qo'yish majburiyatimiz bor deb qaraymiz degan. Xitoy hukumatining bu xildagi haqovrlik va qo'pollik bilan to'lgan muomalasi haqida to'xtalganda, Hong Kong universitetining professori Willi Lam buningdan shuni ko'rib olg'ili bo'ladiki, ikki taraf o'rtasidagi bu fikr ixtilofi bir qadamlik suhbat bilan hal bo'ladigan masalalar emas degan. Shundaqla Hong Kong masalasi, Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrashi, Tayvandagi harbiy holatning jiddiylashishi, embargo yurgizish qatorliqlarning har ikki taraf o'xshashli yo'l qo'yolmaydigan ishlar ekanligini bildirgan. Ba'zi analizchilar bo'lsa, mushu xil reallikni ko'zda tutib, Amerika-Xitoy munosabati yaqin kelgusida hech qanday ilgirlashga erishamaydi deb xulosa chiqargan. Bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, har qaysi alladagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning, bo'libmi yoshlarimizning bu navbatlik qurultayga vakil bo'lish orzusi ilgarigi qurultaylarga qaraganda alohida kuchli bo'lib, hozirga qadar ko'plagan qarindoshlarimiz nomzodlik iltimosini qurultay markaziy organiga va o'zlari turishli davlatlardagi vakil saylash komitetlariga sunib bo'lgan. Har qaysi alladagi vakil nomzodlari o'zlarining yozma iltimosini 8-oyning 6-kunigacha yo'llab bo'lishi lozim. 8-oyning 22-kuni yakshanba har qaysi davlatlarda bir tutash vakillik saylimi elib beriladi. Hozirga qadar har qaysi allarda maxsus 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga vakil saylash komitetlari qurilib rasmiy faoliyat boshladi. Qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplar va nomzodlik iltimosi jadvali har qaysi davlatlardagi vakil saylash komitetlariga yetkazib berildi. Qurultayga vakil bo'lishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlardagi vakil saylash komitetlariga va qurultay tarkibidagi tashkilotlarimizga bevosita murojaat qilsa bo'ladi.
Vəkil sayılımının adil və demokratik şəkildə ilib berilishiga kapolat qilinadi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan va Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar 7-navbatli qurultay tayyorlik komitetining o'rtaq qaroriga asosan turg'izib chiqiladi. Har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib tepishi shart. Her qaysi ellardagi vakil saylash komitetlari qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga qattiq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqadi. O'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan, Dunya Uyg'ur qurultiyini himoya qiladigan, qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishi 7-navbatli qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega. Xitoyning ta'siri alohida kuchli bo'lgan ba'zi nozuk davlatlardagi vakil nomzodlarining salohiyati maxfiy tutiladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor betining tövəndəki ulanmısı arqılıqmı o'zingizni vəkil namzatligiga ko'rsütələysiz. Amerika Avam Palata a'zosi Yonkim xonim 26 iyul kuni Amerika Hodson instituti tarafidan o'tkazilgan tor suhbatida qilgan so'zida Uyg'urlarga oid yangi qonun loyihasi tuzishning ta'xirsiz vazifa ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Hodson institutining oliy tadqiqotchisi Nuri Turkal va tadqiqotchi Erik Brovin apandilarning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi muhokama yig'iniga qatnashgan Amerika Avam Palata a'zosi Yonkim xonim Nuri Turkal apandimning o'tgan bir necha oyda Biden hukumati Xitoy hukumatini kishilik huquq tafsandichiligi bo'libmi Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun bisim qilishga tirishayotdi. Sizningcha davlat majlisi buning uchun yana qanday tirishchanliklarni ko'rsatalaydi? Sizningcha Amerika hukumati keyingi qadamda Xitoy kompartiyasini qonuniy javobgarlikka tortish uchun qanday tadbirlarni qo'llanishi kerak degan savoliga javob berib mundaq dedi. Siz aytgandek Biden hukumati Xinjiangda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bugungacha bir qator harakatlarni qo'llandi. Xitoy kompartiyasi mo aktiv tadbirlarni qo'llanib, davlat ichi va sirtidagi Uyg'urlarni jimiqtirishga urinib keldi. Holbuki biz Xitoy amaldorlarini jazolab qo'yish bilanla masalani hal qilg'ili yoki ularning qilmishini o'zgartgili bo'lmaydiganligini tonishimiz kerak. Biz yana hukumat orqali bir yurish tadbirlarini qo'llanib, Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik masalasini hal qilishimiz lozim. Bu har qaysi organlar o'rtasidagi hamkorlik, Amerikadan eksport qiladigan mahsulotlarni qaratmalik boshqarishni kuchaytirish, o'zimiz va ittifoqdoshlarimizning harakatlantirgich kuchi va yumshoq kuchini texmi unumli holga keltirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun men pat yaqinda Uyg'ur siyosati qonun loyihasini tonishtiraman. Buni men davlat majlisidagi sabdoshlarim va Osiyo komiteti raisi Ami Bira bilan birlikda qilaman. Bu qonun loyihasi oldimizdagi uzoq muddatda Uyg'urlar masalasidagi siyosatimizni texmi kuchlantiradi. Buning uchun men bu qonun loyihasidagi bir necha moddani o'ttirg'a qo'yaman. Bu moddalarga asosan Amerika tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur masalalari alohida moslashtiruvchi tayinlanadi. U musulmonlar ko'p sonliq davlatlarning ommaviy diplomatiya munbirida ta'sir qo'zg'ab, ularning qonun masalalariga bo'lgan tonishini o'stirdi. Ondan bizning ba'zi diplomatiya xodimlarimizni Uyg'ur tili bo'yicha tarbiyalash talab qilindi. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchimizni bu tashkilotning Uyg'urlarni qo'llashi va Uyg'ur rayonida tekshirish ilib berishini qo'llashi haqida yo'l yo'riq beramiz. Nihoyat ro'shanki, irqiy qirg'inchilik davom qilmoqda. Ammo bizning qo'llangan harakatlarimiz Xinjiangdagi zo'ravonlikni tex to'xtatolgani yo'q. Shunga davlat majlisi va hukumat buning uchun darhol texmo ko'p harakat qo'llanishi kerak. Nuri Turgal apandi yana sizmi bilsangiz kerak. Quyosh energiyasi taxtasi ishlab chiqarishda majburiy emgak kuchi ishlatilyapti. Hozir Amerika iste'molchilari, bo'libmi muhitga ko'ngil bo'ladigan Amerikaliklar Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan quyosh energiyasi taxtasining Amerikaga kelishidan ansirayapti. Sizningcha Amerika hukumatı klimat o'zgarishi uchun tirishchanlik ko'rsatish bilan bir vaqtda kishilik huquq masalasiga texmo ko'ngil bo'lishi, Prezident Biden aytgandek bir yeshil inqilob boshlashi kerakmi deb so'raganda, Avam Palata a'zosi Yong klimat masalasini deb kishilik huquq jinoyatiga ko'z yumishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Klimat o'zgarishi Xitoyni o'z ichiga olgan barliq davlatlarning o'zaro hamkorlashishini talab qiladigan nihoyat muhim masala. Ammo qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, buni deb zamonaviy qulluq va irqiy qirg'inchilik masalasiga sal qarg'ali bo'lmaydi. Sobiq Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry bizning klimat elchimiz. Uning aytishicha bizning quyosh energiyasi taxtimiz va boshqa energiya yangilash texnikamizdan foydalanib ishlab chiqarilgan nurg'un Xitoy mahsulotlari qo'l amgigi bilan chetishlik ekan. Shunga meningcha biz insonlarni ezish, qo'l qilish, majburiy amgakka selish orqali foyda topadigan kasblarni qonunlashtirmasligimiz kerak.
Şoň men Bayden hökümetining Amerika korxonalarini Şinjandagi majburiy emgek meselesiga chetilib qolmaslikka ogohlantirganidan to'liq mamnunman. Men Amerika Avam Palatasini Uyg'ur majburiy emgekining oldini olish qonun loyihasini darhol ma'qullashga chaqiraman. Men bu qonun loyihasini tuzishga qatnashuvchilarning biri. Bu qonun loyihasi bizning iste'molchilarimiz, korxonalarimiz va ta'minlash liniyamizni Uyg'ur majburiy emgekidan foydalanish imkoniyatidan mahrum qiladi. Cumhuriyetçilerden bo'lgan Amerika Avam Palata a'zosi Yong Kim xonim Janubiy Koreyada tug'ilgan amerikalik siyosatchi bo'lib, Kaliforniya shtatidan saylangan yangi davlat majlisi a'zosi ekan. U Amerika Avam Palatasi Osiyo komitetining a'zosi bo'lib, Sharq-Shimoliy Osiyo davlatlari, bo'libmi Janubiy Koreya, Hong Kong, Tayvanga munosabatlik muhim siyosat, qonun tuzish ishlariga qatnashar ekan. 23 iyul Amerikaning Florida shtatidagi Tampa shahrida o'tkazilgan erkin mushtlashish chempionlik musobaqasida Amerika tavalligidagi kolumbiyalik mahir Geni Herrera sahnaga Uyg'urlarga erkinlik degan mayka bilan chiqib, ularga erkinlik talab qilgan. Geni Herrera sahnaga Kolumbiya bayrog'ini ko'tarib, oldiga Uyg'urlarning oy yulduzliq Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan va Uyg'urlarga erkinlik degan xat yozilgan maykani kiyib chiqqan. Taratqularning xabar qilishicha Geni Herrera bu musobaqa dunyoning har qaysi joylarida iztirob tortayotgan va ovozini anglatolmayotganlar uchundir. Men bu musobaqani yana bir kun hayot qilish uchun kurash qilayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi insonlarga beg'ishlayman. Uyg'urlarga erkinlik, Kubaga erkinlik, hozir zulm chekayotgan har bir insonga erkinlik degan. Ma'lum bo'lishicha Geni Herreraning bu jasur harakati Twitter, Facebook qatorliq taratqularda nurg'un qo'llashga erishgan. Shu kungi musobaqada Porto-Rikolik raqibi Abdel Vilacuz bilan mushlashib, raqibini yengan Geni Herrera bu musobaqani Uyg'urlarga beg'ishlaydiganligini bildirgan. Bu yil 31 yoshli Genera Amerikaning Kaliforniya shtatida tug'ilgan bo'lsa-mu, lekin u Kolumbiyada cho'ng bo'lgan. Uning kasbiy mushlashchilik hayoti 2011-yili boshlangan edi. NBAning sobiq basketbol mayori Royce White'mo yaqinda o'tkazilgan 3-birlashma musobaqa oraliqida televiziya ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlarga erkinlik degan xat bisilgan maykini ko'rsatgan edi. Riyosatchi buning ma'nosi nima deb so'raganda, u buningga javoban Sharq Turkistondagi 2 million oz sonliq millat jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Bu biz so'zlashga tegishlik ish. Bilasiz, men hamisha haqiqiy ishlar to'g'risida so'zlayman degan va ziyorat xotirasini o'zining Twitter hisobidan ham bahrilagan edi. Maxsus Uyg'urcha anglatishni yo'lga qo'yishni plan qilayotgan dunyoga dongliq axborot kanali BBC bu vaqtda chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining fikrini egallash maqsadida yaqinda tor orqali maxsus e'lon safarbarligi boshladi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynagan va bu sababdan Xitoy hokimiyatining eng zo'r dushmanlarining biriga aylangan BBCning bu plani Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarini va har qaysi ellardagi Uyg'ur jamoatlarini alohida mamnun qildi. Agar BBCning Uyg'urcha kanali tasdiqlangan taqdirda bu butun Uyg'ur xalqi uchun intayin zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir hodisa bo'ladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining istansimizga bildirishicha, chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari mayli qaysi dunyo qarashga ega bo'lishidan qat'iy nazar, bu masalani butun Uyg'ur xalqining o'rtaq masalasi deb bilib, BBC tarafidan e'lon qilingan tövəndəki jadvalni darhol to'ldirib yo'llashi lozim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.